Assalomu alaykum, hurmatli gul shaydolari. Videomizda davomini ko'rsatmoqchiman sizlarga. Bu gullarni video qilib o'tgan safargi videoda ko'rsatgandim. Endi bularni ekish jarayonini ko'rsataman. Hozir ekishdan avval biz aktivni ugol bilan dezinfeksiya qilib olishimiz kerak. Ya'ni ildiz chirishi, ildiz kasallanishini oldini olish uchun hamma ildiziga aktivni ugolni qo'yib chiqamiz. Hozir bir pochkani ezdim. Hammasini hozir ildiziga sepib chiqaman yaxshilab. Juda ham katta foydasi bor. Buni eslaringizda bo'lsin. Qanaqa gul egishdan qat'iy nazar o'sha aktivni ugol bilan ildizini to'ldirib sepib olsangiz juda ham yaxshi bo'ladi. Gul kasalligini oldini olgan bo'lasiz. Endi gulimiz uchun to'proq tayyorlab olamiz. Gruntdan, universalniy gruntdan tayyorlab olamiz. Buni tarkibida perlit bor, vermikulit bor va qo'shimcha oziqalarini hozir o'zimiz qo'shib chiqamiz. Yengil to'proq bo'lishi kerak, juda ham yaxshi. Bu yengil to'proq. Hozir aktivni ugoldan tashqari yana ko'p narsa qo'shib olamiz, tanishtirib chiqaman. Bu asmakot. Asmakotni hamma yaxshi bilsa kerak, hamma gulga qo'shilishi kerak. Обязательно bu shart deb o'ylayman. Gulni oziqlantirib turadi. Va qo'shimcha ravishda yana ildizlari uchun qo'shiladigan oziqalari bu gulni ildiz yoyishi, tezroq gul ildizini yoyib tutib olishi uchun Carnavinga o'xshagan eng kuchli dori vosita. To'prog'iga qo'shganingiz ma'qul. To'prog'ida o'ziga singib uzoq muddatda ta'sir qiladi. Bu gulni tepaga o'sishi va tezroq, balandroq o'sib, o'zini tutib olishi uchun. Hammasini rasmini ko'rsatib qo'yibdi. Mana rasmidan ham bilib olsangiz bo'ladi. Bu oziqalar to'g'ridan-to'g'ri Xitoydan keladi. Mana tezda ko'karib chiqishi uchun yonidan yangi navdalar, ya'ni yangi ko'rtaklar ko'karishi uchun bunisi. Bularni yetadi. O'sha oziqalarni hozir yaxshilab aralashtirib olamiz. Xudo xohlasa ekishni boshlaymiz. Yaxshilab aralashtirib olishimiz kerak. Eng muhimi to'zib bo'lib qolmasligi kerak. Bu gulni o'zini oziqlantirib turadi. Ekkaningizdan keyin ham ildiziga singib oziqlantirib turishi uchun kerak. Mana tuvaklarini taxlab oldik. Tagiga pinoplast tashladim. Pinoplast toshdan drenaj sifatida foydalansangiz bo'ladi. Toshdagi endi picha tuvagingiz og'irroq bo'lib qoladi vazmi. O'shaning uchun men pinoplastdan foydalanaman har doim. Gulimizni ildizlarini shunaqa tarzda ekiladi. Bu ko'payib ketadi. Bu yilga bahorga yana ochib, ildizini bo'lib, boshqa tuvakka ko'chirib olsangiz ham bo'ladi. Chunki bitta tuvakka har yili tura olmaydi. Bu ildizidan ko'payib ketadiganligi uchun kartoshkasi tuvak qisilib qoladi. Shuning uchun hozir bir ekib olamiz. Xudo xohlasa kelasi yilga erta bahorda ochib, ildizlarini bo'lib tuvaklarga ko'paytirib olamiz. Yerga ekib olsak ham bo'ladi. Shunaqa tarzda yengil-yengil siltab ekib olamiz. Mana gulimizni ekib oldik. Shu tarzda nishlagan, ko'karganlarni chiqarib qo'yasiz. Endi boshqacha gulimizni, buni ekish jarayoni, buni ham shunaqa qilib ekib chiqamiz. Hozir men bor yo'g'i ikkita tuvakka ekyapman. Hammasini ikkitadan ikki xil gulni. Sababi erta bahorda yerga ko'chiraman. Hozir bo'ladi. O'sha tuvagimiz ham kattagina tuvak tanlaganman. Hammasini bitta qilib ekkanligim sababli yengil to'proq. Gullarimizni ekib oldik. Endi yengilgina suv qo'yib qo'yamiz. To'prog'i namligi bor. O'sha sababdan kam suv ichadi. Video ma'qul tushgan bo'lsa bittadan like bosib qo'yishlaringizni iltimos qilamiz. Keyingi videoda uchrashguncha xayr, sog' omon bo'linglar.